Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşler. Bugün ettiğim taqalgan şu haber hemimiz nihayet perişan kıldı. Yani Tayland turmasida 10 yildan beri begunah tutib turilib atgan 48 nafar Uyg'ur qarindishimizniki Xitoy tajovuzchiligiga topshirib berilganligi haqidagi xabar. Ya'ni erta Xitoyga topshirib berildi degan xabar taqilib o'tdi. Bu xabarni anglagandan keyin albatta hemimiz nihayet perişan bo'lib turibmiz. Alloh taolo zolimlarning hiyla mikrini barbod qilmasin, shu qarindoshlarimizni qutqazsin. Endi biz bu xabarni anglagandan keyin nima qilishimiz kerak, qo'limizdan nima ish qilish keladigan haqida hammamiz o'ylanib turibmiz. Men ham bu vaqtda qisqacha o'ylaganimni deb o'tmoqchiman. Birinchidan har qanday birimiz mayli Turkiyada yashayotganlar bo'layli yoki boshqa yerda yashayotganlar bo'layli, Tayland hukumatidan qanday shaklda talab qila olsak, mayli media orqali yoki elchixona xabar orqali bo'lsin yoki boshqa vositalar orqali bo'lsin, bu qarindoshlarimizni Xitoyga topshirib bermaslik kerakligini, topshirib bergan taqdirda bu qarindoshlarimizning hayoti xavfga uchraydiganligi haqida jiddiy talab qilishimiz kerak albatta. İkincisi, o'zimiz turayotgan davlatlardan bu qarindoshlarimizni topshirib erish kerakligini, ya'ni Tayland hukumatiga buni talab qilishi, Xitoyga topshirib bermasligi, balki o'ziga topshirib berishi, ya'ni shu davlatning qabul qilganligi haqida Tayland hukumatiga talab sunish haqida biz bu davlat hokimiyatlariga talab sunishimiz lozim. Bu bizningki har bir fuqaro bo'lish sifatimiz bilan qila oladigan, qo'limizdan keladigan aqalli bir ish. Biz buni ham qilmasak, buni hech qanday ko'ngil bo'lmasak, sukut qilsak, beparvo yursak, albatta bu ish to'g'risida qiyomatda Allohga hisob bermaymiz. Endi men yana bir nuqta haqida to'xtalmoqchiman. Qarindoshlar, hammamizning xabarda bo'lgandek, bu Taylandda tutib turayotgan qarindoshlar, birinchidan nima ishga u yerga berib qolgan deganda, birinchidan Xitoyningki ig'ir zulmi, tajovuzchiligi, bostirishi, qiyin qistoqlari yoki diniy irqiy kamsitishlari tufayli bir ozodlikka erishish, diniy ibodatlarni xotirjam qila oladigan bir muhitga, makonga erishish maqsadida hijrat qildi. Hamda yana bir maqsadi bor bu qarindoshlarimizning ko'p qismining. Buni men Suriyadagi qarindoshlarga qaratib demoqchiman. Qarindoshlar, Suriyadagi qarindoshlar, sizlar yaxshi bilasizlar. Bu Taylanddagi shu qarindoshlarimiz nima uchun hijrat qilgan? Nima uchun turmaga kirib qoldi? Sizlar buni yaxshi bilasizlar. Ya'ni ular Sharq Turkistondan Xitoyning chegaralaridan qochoq yo'llardan o'tib, nurg'un badallarni to'lab, nurg'un iqtisod sarf qilib, u yerga berishga maqsadi nima edi? Ularning yana bir maqsadi albatta sizlarga o'xshash. Ya'ni hozir Suriyada turayotgan shu qarindoshlarga o'xshash, ular ham shu Suriyaga berib, zolim Bashar Asad hokimiyatiga qarshi jihad qilish. Shu yerda qiyin qistoqqa uchragan, zulmga uchrayotgan shu musulmonlarni qutqizish. Sidnoya turmasi va shunga o'xshagan turmalarda Bashar Asadning zulmiga uchrayotgan shu qarindoshlarning qutulishi uchun qo'ldan kelgancha tirikchilik ko'rsatish, shu yo'lda o'zining jonlarini, mollarini fido qilish, shu orqali Allohning roziligiga erishishni maqsad qilgan edi. Afsus, Allohning taqdiri bilan ular o'tirib qolib qoldi. Sizlar bo'lsa maqsadga yetdinglar. Shunlashqa bu Taylanddagi qarindoshlarimizning sizlarning ustinglarda haqqi bor. Shuningdek, hozirgi Suriya yangi hukumatining ustida ham haqqi bor. Suriya yangi hukumatining bularni qutqizishda mas'uliyati bor. Hatto qon qarzi, mol qarzi bor. Chunki shu qarindoshlarimiz ham Bashar Asadni yiqitish uchun, zolimlarning zulmini to'xtatish uchun, shu turmalardagi mazlumlarni qutqizish uchun mollarini, jonlarini fido qilish uchun yo'lga chiqqan edi. Shunlashqa sizlar hozirgi yangi hukumatga, ya'ni Ahmad Shara hukumatiga talab qilishinglar kerak. Bu qarindoshlarimizning nima maqsadda yo'lga chiqqanligini, nima uchun Taylandda turib qolganligini, bularni qutuldirishning vojib ekanligini, sizlarning mas'uliyatinglar ekanligini hozirgi hukumatga tushuntirishinglar kerak. Jiddiy muomala qilish kerak buningga. Darhol Taylanddan buni talab qilish kerak. Hatto buni faqat Xitoyga qaytarishmaslik haqidagi talab emas, topshirib erish kerak. Qabul qilamiz. Bu bizga yordam bermoqchi bo'lgan va yoki bizningki shu zulmdan qutulishimizga hassa qo'shmoqchi bo'lgan musulmonlar degan e'tibor bilan qarash kerak. Bu musulmonlarning bizning ustimizda haqqi bor deb qarash kerak. Bu yo'l albatta bu sizlarningki ustinglarga tushgan mas'uliyat deb qarayman. Yana bir ish, hammamiz yaxshi bilganimizdek, dunyoda butun yer shari bo'yicha hatto Suriyadagi Davud Xudobardi ismli qarindoshimizdek bir davlat hokimiyat o'rnida bir mansabga, huquqqa erishgan bir kishi yo'q. Bu jihatdan qaragan vaqtda sizlarningki o'rninglar, ya'ni sizlarningki davlatdan buni talab qilish jihatdan imtiyozinglar, o'rninglar biroz yuqori va bu jihatdagi mas'uliyatinglar texnik kuchli, texnik og'ir deb qarayman. Chunki bu sizlarningki ham sabtishinglar, ham qarindoshinglar, ham sizlarning mas'uliyatinglar yuklangan kishilar. Shunlashqa
qarindoshlar, mayli biz Turkiyadagilar, mayli Yevropadagilar bo'lsin, mayli dunyoning qaysi joylaridagi yoki Amerika yoki boshqa joylardagilar bo'lsin, albatta hammamiz qo'limizdan kelgan shaklda tirishchilik ko'rsatishimiz kerak, o'zimiz turayotgan davlatdan buni talab qilishimiz kerak. Ammo texmo bakroq talab qilishga, bakroq tirishchilik ko'rsatishga loyiq bo'lgan kishilar albatta Suriyadagi qarindoshlar sizlar. Va shuning bilan birga Ahmad Shara boshqaruvchiligi Suriya hukumatı buning eng bak haqliq va eng chong mas'uliyat egasi deb qarayman. Alloh taolo shu qarindoshlarimizningki shu zolimlarning qutulishiga nasib qilsin. Alloh taolo hammamizni shu orqali xushallikqa erishtirsin, qalbimizni rohatlikka erishtirsin. Alloh rozi bo'lsin.